Akalar, sizlarga bitta zo'r sovrin tavsiya qilmoqchiman-da. Razmerlari ham 2,5 joyga bemalol tushadi. To'liq holatda esa 240 ga 290 bo'lgan mahsulotimiz. Ustunlari 100% yong'oq. Narxi juda qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar. Albatta, vobshe arzon narxda qilib qo'yapmiz. Bu sotolmaganimizdan emas, prosta aksiya paytida sizlar ham foydalanib, mana bunaqa chiroyli sovrinlarimizdan xarid qilib qolinglar degan maqsadda qo'yapmiz. Balkalari ham 5 ta. Bemalol 10 ta odam sig'imga ega. Bu ko'tarishi 15 ta, 16 ta, 18 ta, 20 ta odamni ham ko'taraveradi. Prosta odam sig'imi 10 ta xolos. Endi kimga kerak bo'lsa, albatta 90lik 414 41 nomerimizga bemalol murojaat qilinglar. Bu ishimizning nomi Tozalovgul yurak dila deb nomlab qo'yilgan. Bu ishimiz o'zi aslida 4 million so'm, 3 million 800 ming sotgan edik. Hozir aksiya narxi 10-yanvargacha shoshilib olib qolsanglar, xuddi shuni so'rimizni Andijon shahri ichida doimida bepul 3 million 250 mingga qilib beramiz. Faqat 10-yanvargacha shoshilib qolinglar. Hozirgi kunda ham 3,5 million bozorda sotyapmiz. Eng past narxlarda 3,5 million. Endi mana shu internetimiz orqali chiqsanglar, albatta 3 million 250 mingga Andijon shahri dastavga bepul qilib beramiz. Narxi haqiqatan ham arzon bo'lsa, kommentariyaga bitta like bosib keting, fikringizni ham yozib ketishni unutmanglar. E'tibor uchun hammaga rahmat.